Assalamualaikum qarindoshlar. Bu qitimliq videomizda shu sun'iy aql bo'liq, ya'ni til bo'liq, LLM'niki Linux sistemini ijro qilish haqida qisqacha to'xtalamiz. Bunun ishlatilgan qurollar shu ulama, LM Studio, mushkilni qachlab sinab qilishni tushuntirib o'tmoqchi. Bu Linux sistemimiz deganimiz ham 3 cho'ng operating sistem deb qo'yamiz, shu mashg'ulot sistemlarining ichidagi biri. Hamda bu sal kasbiyrak bo'lg'achqa odatda bizning turmushimizda pek ishlatilish bo'lib ketmaydi, lekin og'zida ijro bo'ldig'ini shu masalan yanfon aqliyoq masalan Google'niki, Samsung'ning telefonlarining sistemasi shu Linux qurilgan Android sistemi shundan ustida qurilgan sistemlarda. Shunday bevas ishiltilgan o'rinlar az, lekin keyin asosan keyin ishiltilgan ahvollar nihoyat ko'p bu Linux sistemasini. Endi bu turmushda ishiltilik bo'lmamdi degan vaqtda bo'ladi, bo'lmaydigan yeri yo'q. Buning ortiqchiligi bor. Masalan, yangi sistemalarni yangi kompyuterlarga vaqtda Windows elish ulgurmayak, Windows qimmat degan ahvolda shuni USB qashlab sinash yoki Linuxni qashlab kompyuterni sinash deymiz degandek maqsadlarni qilishga aplikanda bu. Ham yengil kompyuterning o'zining cho'ng memory degandek narsalarni ko'p egallay olmaydigan yengil sistema. Ham turmushda ko'nsa ishlatishni oson deb qarayman bu sistemalarni. Mesela bu ko'rinmaydi buni har xil. Lekin har xil qo'llanilgan masalan pay sistema programmer degandek masalan PyCharm deymiz. Signal masalan yig'in Zoom ishqilib odat Windows Mac ishlatib bo'lgan sistemning taxminan 70-80% ishlatib bo'ldi deb qarayman. Shunisini odat Windowsning o'rnini ishlatishga bo'ladi endi. Qolgan ko'nishmasiz bor deb o'ylayman. Tanutlar mashg'ulotlar shu terminal orqali, ya'ni buyruq shaklida orqali ishlatishga biroz vaqt ketadigan yer bor. Endi buningki Linuxniki kelib chiqishi yoki Unix bilan tuqqanlarchilik degan vaqtda qiziqqan men izlab baxtim. Bu yerda Linux dunyo bo'yi tor mulozimatining ko'pincha yana mulozimati turib ishlatildi. Android telefon boya degandek Android telefonning asosiy Linux degandek. Lekin bu Unix degan asosli Unixning tipik misoli Mac OS Unix asosida yasalgan mashg'ulot sistemasi. Bu Unix bilan bu ikkisining farqi yoki tuqqanlashish degan vaqtda Unix asosan yepiq manba, ya'ni buni odatdan Mac OSdan boshqa masalan shaxslar desktop holatda ishlatiladigan asosan yo'q deb qaraldi. Ko'pincha shirkatlarda ishlatildi degandek. Unix Linux bo'lsa har xil kim bo'lsa ishlaydigan ham bekorlar xohlagancha tushirib bu hamda bu Linux deganni ya'ni nima shu Raspberry Pi deb kichik algan kompyuter deb ishlatilgan, ya'ni shu robotlarni yasashda ko'p ishlatilayotgan Raspberry Pi deb bir kichik tipdagi taxt kompyuterlar bor. Shuni tushirib shundan mang'uzish, ya'ni robotning asosiy qurilmasi ishlatish degandek ishiltish yo'llari bor buniki. Ammo yerda taqsimotlar deb yozibdi, asosli ishlatilgan bu Linuxniki tipik misoldan biri hamda o'sha desktopda ishlaydigan bo'ladigan Ubuntu. Buni ko'p turmushimizda deb qaraymiz. Lekin Debian, Fedora bilan Debian Ubuntuning ozroq farqi bor. Bu yerda Fedora deganimiz asosiy package manage, ya'ni bo'laq boshqarish degan sufati ozroq o'xshamaydigan yerlar bor. Qatorliq bu ikkisining farqi to'g'riliq mushlar so'zlab tursam, qolgan qiziqqan qarindoshlar izni baqsanglar bo'ladi. Endi maqsad kelsak, shu ulama LM Studio qatorliq bo'laqlarni ishlatish sinash, desktop holat sinash uchun kompyuterninki CPU deymiz, memory yoki GPU qator narsalarni tang ishlatgachga buningmi shu GPUni to'ntishga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu Linuxniki ustidagi shu grafik kartani to'ntishni qilish mashg'ulotni ilib bormoqchi endi. Bu yerda men tushungan Linux, bu Linux men tushunganim bu yerda Kali Linux degan tushundim.
Ubuntu'nu düşürməkdim. Azraq qiyinçiliklarga səbəblər tüpəylən amal yo'q, məşin doğru düşürüb hazır. Bunun da nima deydi? İki xil bunun da iki grafik kartı var deydi. Maya'nın degeni bo'yicha mesela Maya'ga 00 Convergence bilan bu uçup boptu. Endi yana birisiga kelsak, bu qanday bo'lgandi? Asoslig'i shu RTX degan GPU'ni ishlatgachga, yana birisi CPU bilan birga chiqqan grafik kartada. Endi bu bo'ptu, qachon bo'pti bu? Qashlab bo'lgandan keyin o'shada bir programma bor. Mana shu grafik kartaniki real time'da qaysi ishlatma qilgan. Mush to'nislam o'ngishliq. Bu toolkitninki nashrini sinash uchun NVCC bu mu kaçlarlık? Hem bu yerde asaslık şu Linux sistemsizki GPU lani yani tonu tuş basqıcı boldu hazırgıcı. Mana şu bayatdan çıxan tonu de. Şimdi bunu Linux sistemsiz asasen oxşamaydı bununki buyruqları, tontusuları. Mesela Ubuntu'da bolsa bunu bizde mesela düşegen Linux qaysı mesela Fedora mı, Ubuntu mu, Kali mi yoki başqa mı degandek. Shundan asosan bu tushirish usuli mi, buyruqlar mı asas o'xshash lekin jiq farq qilmaydi. Mesela meniki Ubuntu kelgan vaqtda Ubuntudan avval driver listni tepib, shundan asosan GPU'ninki ismini yoki tipini tepish orqali shuni oxiri kelganda install buyruq orqali tushirdi degandek. Har xil sistemlarga asosan o'xshamaydigan bir yeri bor bu Linux'ninki. Hamda shu LLM Studio, LLM'ni sınaş basışı ölsek, hem de şu LLM'ni sınaş basışı ölsek, avval yanıcı borunqdek olamadın düşürüp qaşlap, sınap, başlap bakay dep oylaştım. Hem de bu Linux sistem kelgen alaydı özgüreydiğen iş mi yok. Şu fakat düşürdiğen buyruqla oxşamaydı. Ama ya kelgen vaqt mesela Linux öz çıkmadı, ama şu buyruqni kesiplam. Çaplap ketdik, passwordni yazımız düşüşkü başladı. Yani bu düşürgende düşürüp boğuca modullarını bir görüp baksak yeni modullar var mı degandek. Mayada gelmeyen yenisini niye üstü. Yeni modul mu? Grand tip mi? O IBM'nin kişiler modullar. 8 bilik modullar var ki. Hem bu elemani düşürüp boptu. Hem de bununla modullarını düşürüp baksak, modullarını düşürüp sınaylı o hata buldu. Modullar
modellardan bo'raqdak mushu game Google'ning ma'ni surat u bu narsa yomon. Shuni tushirib baqayli. Game 3 4 12 bin düşüray. 12 binin 208 esas 24 ki. Lan 208. Hem bu yer gösterilgen mesela 208, 204 degandek narsalarni hamda doim bo'lsa bunaqa videolarda tafsilot bu nima degan tushuntirishni bo'lishyaptimi? Hamda bu modullarni tushunishga o'xshash. Buyruqni kelib bilan chaplaymiz, o'zlikdan tushib ketadi. Tushishga boshlaydi hamda. Buni yana bir modulni qo'shib tushirib qo'yamiz. Ikkisi tang tushib qolsa. Surat 208 bilan to'liq nusxasi. Ondan başka modellerden ben düşürüp baksam bunun 32'liki 20 giga kende Q4 model oldu. Bunu mu düşürüp bakayım? Herhalde bu 3 tane model buldu. Bunu sınıf baksak avval F16'dan başlap tulumsuz başlatmamız baksam sığımı herhalde normal. Hemen bununla ben yapınca bulduk ki. Hemen İngilizce gibi bulduk etmiş ki doğru düşen gençler mi yapınca sorularını sorup kılıç doğru kep kaldı. Seltip uygulacımız sınav bakımızda resim tonu alam seyredip sorsam o resim tonu alaydı ki buna sınav bakayla. Ama Google'un Game 3 ki FB16 logosu resim tonuydu ki. Hemen bu resim tapay bununla. Hasta bir sürat. CPU. Resimle çaplap lan bu resimde nimba dep sorsam bu resim qaysi resim deysan la mush resimdi ma resimni tonap mı mayatki buğun iki ösüpedi de bu resimde mana bu resim tonup edi bu Bunda resim ma bulmaydı ki. Mesela resimni tahrir kılalım size desem tahrir kılamaydı ki ama resim tonu alaydı ki. Yani bu düşürüp olgan ki mangız üçün mağazın 10 kunsen şu ma Kalineks'in özüde Run as program degan bilan bu mang'uzg'uli bo'ladi ekan qo'zg'aldi yani ki yana birsiga shu desktop ne tushagan bo'lsak shu yerda terminalda yechib chekit siziq
Ana bu ismini. Kırızıp enter'ine bassak mı? Bunun yani bir koz usulu bak ekan bu yerda. Qaysil qo'llansak o'xshash. Boshqa modellarni tushirib. Manada mesela bu bayatdagi olamada resim yoki boshqa materiallarni, boshqa fayllarni adresi holatda qilganlar mani bevosita shu faylning o'zini yuklab ishlatgili bo'ladigan GUI bo'lgan tushib bir alohidligi borda. Xudaqisiga shu Chan AI'ni sinab bakaylı. Shu buni mishadni o'xshash tushirib biz shu Linux'ning o'ziga olmoqchi qilib tushirgandan keyin DB deb shaklli hujjatlarni qachilashmi sal avarchiroq bevosita Windows'lar nimaga o'xshash ikki bisp yoki so'rab kirib qachiladigan asosan ish bo'lmagandan keyin Linux'da. Yani bu şekilde asasen qaçlash usullarım var yazdıgan qaçlarda berdigan buyruqlarım o'xshamaydi. Hem bunu en adli usulü mesela bu da tep şekillik sürüşten adli usulü bir kural bağmış yani. Package installer dedi ama şu bu nimo dese şu bir şekildeki package'lerini mi boğlaklarını mesela boğlak app'lerini mesela çaplak kesip çaplap sonra bekleyip kaşığı bulunduğun bir kural değil mi? Bunun adresi bunu tıkana düşürmüzgende mi yani şu mama kod diye yedim başlap mı? Gittin klon kılan gibi. Maşın bir vasıta gelip mesela çaplaplam enter misip kessek hem de uçup boğandayken düşürgen boğlakla müşahedin içip Can Linux eğimli tanlap install package andaki password kaçını buldu oğay bunu assak bu kaçını buldu ya kaç bunun modullarını izlep baksak bunun eyleleme kaysı modullar vardı aslında işlet bakka modullar düşürüp sınap bakka modullar bakiyen bir yerde yani onu OpenAI API key kılıp modullarını sınap bakay yani bunu da OpenAI aval hemen kırıp oğaşka bir vasıtalı login kılıp kırıp ben bundan bir API key yasayım de isimden birini koydum default project all hemen için yani create API key ya bu yastık perde bunu hem de bir şeyge Can AI'ga çaplap fresh kıvettok hem de bunu müşaheden sınap bakılı qanchalik ishlatgili bo'ladi va buni ham ma'qul bo'ldi hamda masalan Dell E2 deydi bundan GPT 3.5 ishlatgili bo'ladimi please check your plan qilgan bu ishlamaydi ekanda esa bunga ozroq bir chiqim qilmasang deydigan o'xshaydi buniki ham qog'ozlarni ishlatgili bo'lgan bir-biridan sinash bir-birlab sinashning o'rni yo'q deb o'ylayman mencha masalan Grokning jiqlarini ishlatgili bo'ladi dedi Groknikini sinab bakay burun ishlatganim bakem edi qayt qilay qayt yasay buni bunu yasab o API key'ini chiqarib berdi Grok buni choplab
sınap keteyli. Cloud'un işte Grok'un içinde. Hem adet normal kompüterlarda asal nimerek çoğunrak kompüter mesela yaxşı satın kompüter mağmaylıgan modeller var bunun içinde. Allık etim 90 beyni işiltip bakkan, sınap bakkan. Ondan başka metanın illama 4 bakenden mi abi? Bunu men illama 4 işlekli bolama mesela. Mavic. Ay. O işlekli buldu ki. O 7 beylik modelinde. Manında mesela resim asası bugün tema resim. O başka resimden parang buladı da bu yerde. Resim donyanmayım lekin anca munca sana çöndürüp bereliyim. Hani şu resimdeki mesela tekst aylandı birme degendek paranglar buladı da bu yerde. Bu resim bu tonuğan bilen Macan AI'ninki bir vasıta resim çekip bombadı demiş tapta. Ha mana maaş yeri bombaydı kendi mana. Bir vasıta resim kaçtı. API'nin manında obdan işiltişki pek aplik yeri boğanğa resim tolmaydığı yeri sel bombay kıp kaldı. Onun başka ma kandarakta scooter di mesela mao elemanın tötlerini şu API kerak işlekli bulduğun işlekli buludu iken yo lekin resimlerine mesela tonutup ya resimlerini yütkep ya tek hüccetlerini aylandırıp tercih kılıp degendek iktidarı ma app'ның özünün yok kende. Bu Grok'nun can AI bilen Grok birleşken vaqtda en yaxşı bir qo'llanish paylanış qiymat nada degan vaqtda mana API bikaliq API key orqali mishalki nurg'un modellarni sinab ishiltib qilib bo'lgan yeri yaxshi. Ammo haligi rasm masalan boshqa fayllarni bevosita to'ntilgan ixtarma app'ninki toz yaxshi emas ekanda. Hamda yig'inchoqlasak bo'lganmi shu vaqtimda qo'ydiyoda mesela asosliqi Linux sistemimiz ustidagi ikki xil LLM'niki lokal muhitda mang'uzalaydigan narsalarni tunishib chiqib qachlab sinab ko'rib chiqdik.